Assalomu alaykum Pavlon ishqibozlari. Navbatdagi zakazimiz Samarqand viloyati Tayloq tumaniga bo'lyapti. Xudo xolisi. Mana erta tongda niholchalarni jo'natishda davom etyapmiz. Hozir kimda mana shunaqa Pavlon niholchalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Assalomu alaykum Pavlon ishqibozlari. Mana bugun bizning zakazimiz xo'sh Samarqand viloyati Tayloq tumanida bo'lyapti. Xo'sh, bu yerda jami 110 dona Pavloniya niholchalarimizni biz o'zimiz yetkazib berdik. Mana shunaqa niholchalar kerak bo'lsa, akalar, bemalol aloqaga chiqasizlar. Ekranda raqamlar qoldirib o'tamiz. Ha, ko'chat oldi. Yaxshi kamera. Ko'rdik. Ikkini ko'rsatyapti. Hammasi yaxshi joy-joyiga ekan. Mana hozir ekiladigan ekin maydonni biz sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana shu yerda xudo xolasa xo'sh dekorativ uchun qilinyapti. Dekorativ uchun Pavloniya niholchalarini ekyapti akamiz. Uyini oldiga manzara qilish uchun 110 dona Pavloniya niholchasini ekyapti.